Sohibqiron Amir Temur siyosatda qanchalik kuchli bo'lgan yoki qanchalik kuchli siyosatchi bo'lgan. Obuna bo'ling, men tushuntiraman. Amir Temur har bitta jangga kirishdan oldin u jangga kirishdagi foyda va zararlarni taqqoslardi va oxirida u jangni qilish yoki qilmaslik qarorini olardi. Amir Temur o'ziga xiyonat qilgan insonlarni avval kechirar, ularga mansab berar, pul, o'zi sevgan narsalarni berib, o'ziga og'dirardi. Agar u insonlar yana xiyonat qilsa, Amir Temurni g'azabidan qochib qutulisha olmas edilar. Amir Temurning davlati endi qurilgan paytda Balxda Esenbogo degan inson davlatini qurib, Amir Temurga qarshi siyosat yuritishni boshlaydi. Amir Temur esa bu insonga qarshi Amir Husaynni qayiradi. Amir Husaynga Balx aslida sening otangni, ya'ni Amir Qazag'onni yeridir. U yerda taxt o'rnatmoq sening yelkangga tushar deb Elchi Bug'o va Amir Husaynni bir-biriga qayrab, o'zi jangga kirmagan holatda bu yerda manfaatdor bo'lib chiqadi. Yana bitta misol keltirsam, Amir Temurning siyosiy daxoligi. Amir Temur davlatini qurib bo'lgandan keyin Badaxshon shohlari Amir Temurga qarshi birlashib siyosat qilishni boshlashadi. Amir Temur esa ularni hammasini manfaatlari bilan alohida kelishuvlar tuzib, barcha shohlarni bir-biriga urushtirib qo'yadi. Natijada bir-biri bilan jang qilib tormor bo'lgan shohlar Amir Temurning etagini o'pib, unga tobe bo'lishadi.